Mana birpasda mana 2 soatda qor yog'ib, bugun 15-martda qish bo'lib ketdi yana. Bahordan qaytib qishga kirib qoldik. 2 soatda mana. Hamma yoq qor bo'lib ketdi. Bunga nima deysizlar o'rtoqlar? O'zbekistondagilar hamma yoq qor bo'lib ketdi-yu. Birpasda 20 santimetr qor yog'ib qo'ydi. Ertamandan abitgacha. Hamma yoq qor bo'lib ketdi. Bir hafta mana qor bo'larmish. Shunaqa sinoptik havolar kutilyapti ekan. Kalugada. Hamma yoq qor bo'lib ketdi. Qor. Kecha ham bahor edi, endi qorda eritib yubordik. Bugun darrovda mana 2 kun quyosh chiqdi. Yana qor boshladi. Qor. Qor yog'ib qo'ydi darrovda. Hamma yoq qor bo'lib ketdi-yu. Mana bugun shanba 15-mart qor yog'ib ketdi yana. 20 santimetr qor bor. Mana uylarimiz. Uylarimizga ham keldik. Shu ekanda endi qor